Giperlardozni uy sharoitida og'riqlarni kamaytirish va uni yaxshiroq holatga keltirish uchun mashq so'ragandilar. Videoni oxirigacha ko'ringlar, balki bu sizlarga ham yaxshi foyda berib qolishi mumkin. Giperlardoz aslini olganda shu dumba va son muskullari yaxshi yetishmasligi orqasida belda qiyshayib qolish muammosi. Bizda o'ng oyog'imizni oldinga chiqarib, tazimizni oldinga siqib, salgina tortilamiz. Mana hozir menda chap oyog'imni orqa son tarafi tortilyapti. Bizga aynan shu kerak. 1 2 ko'ryapsiz, oldinga juda ham sekinlik bilan yuryapman. 4 5 15 tadan har bir oyog'imizdan almashtirib esingizdan chiqazmang. Dumbani, ya'ni yonboshni siqib olgan holatda oldinga sal surilishimiz kerak. O'shanda oyog'imizning orqa qismi hamda dumbamiz yaxshigina tortiladi. Bizga aynan shu narsa kerak. 4 yoki 5 podxod bajaramiz. Podxodlarning orasida 30 yoki 60 soniya dam olamiz. Asosiy muammo son va dumbada bo'lgandan keyin bu muskulga ko'proq ishlov berishimiz kerak. To'g'ri yotgan holatda kuragimiz yerda turibdi. Oyog'imizni yaqin o'zimizga olib kelib, yonboshni tepaga ko'taramiz va siqamiz. Ko'tarib siqamiz. Ko'tarib siqamiz. Albatta bu mashq ham 30 ta yoki 35 tadan 4 yoki 5 podxod bajarsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Podxodlarning orasida 60 soniyadan dam olamiz. Buni tepaga qarab yotib, tanamiz yerda mustahkam bo'lishi kerak. Boshimizni ko'tarib, ikkita qo'limizni ko'tardik va oyog'imizni ko'tardik. Ketdik. Chap qo'limiz ishlaganda o'ng oyog'imiz, o'ng oyog'imiz ishlagan chap qo'limiz ishlaydi. Keyingi mashqimiz son muskullarini cho'zish uchun. Planka holatga kelamiz. O'ng qo'l ishlaganda chap oyoq ishlaydi. Har bitta oyoqda 10-15 ta qaytaruvdan almashib ishlaymiz. Bizda oxirgi mashq planka. Plankani ko'pchilik noto'g'ri bajaradi. To'g'ri bajarish qonun qoidasini ko'rsatib beraman. Uy sharoitida ham juda ham zo'r mashq. Qorinni, yog'larni yo'qotib, press chiqarish uchun ajoyib. Ko'pchilik qo'lni shu holatda amal qilib, bizga unaqasi kerak emas. Qo'limizni mana yerga to'g'ri qo'ygan holatda kuragimizni tashqariga chiqazamiz. Oyog'imizni to'g'ri mana shu holatda 30 yoki 60 soniyadan 3 yoki 4 podxod kuchimizga qarab turamiz. Bizning kuragimiz tepaga chiqqan va qorin mushaklarimizdan tarang ushlab olganmiz. Bu videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta o'zingiz qanday qo'ying. Hamda uy sharoitida keyingi olinadigan videomiz qanaqa bo'lishini kommentariyga yozib qo'ying. Bizlar bilan qoling.